Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Bugun 10-oyning 1-kuni. Hozir xalqaroliq siyosiy vaziyatda butun dunyoning nuqtasi Amerika va Xitoy o'rtasidagi jiddiy vaziyatning taraqqiy qilishi. Hozir Xitoy Amerika o'rtasidagi munosabat bo'lsa, butun dunyoning vaziyatiga ta'sir ko'rsatadigan bo'lib qoldi. Agar Amerika davlati Xitoy davlatiga yana burunqideklam kengri sharoit yaratib beraversa, Xitoyning iqtisodi borgansiri o'rlab, butun dunyo insoniyatiga xatar ilib keladigan vaziyat shakllandi. Xo'sh, shuning bilan prezident Trump taxtiga chiqqandan keyin Xitoy davlatining adabini berish ishini boshladi. Xuddi ayni vaqtidagi sobiq Sovet ittifoqini qandoq vayron qilgan bo'lsa, bu qitimmo Xitoy hokimiyatini shu shaklda barbod qiladigan vaziyatga o'tdi. Bugungi yangi xabar qaraganda, Amerika davlat bexatarlik idorasining muavin boshlig'i Matt Pottinger apandimning deyishicha, Amerika davlati Amerikada turishliq Xitoyning bosh elchisini Amerikadan haydab chiqardi ekan. Amerikadagi Xitoyning bosh elchisini haydab chiqarishdan burun Amerika davlati o'zi ustulik bilan Beijingda turishliq Amerikaning bosh elchisini o'zlari yondirib ketdi. Chunki Xitoyda turishliq Amerikaning bosh elchisining Xitoy davlatida qiladigan xizmatining oxirlashganligini bildirdi ekan. Amerika davlatimi bundan keyin Xitoy bilan ilib boradigan har qanday suhbatlarni oxirlashtiribdi. Nimishga oxirlashtiribdi deganda, Amerika davlati Xitoy davlati bilan suhbat qilishning o'zilam vaqtni isrof qilganlik deb qaraydi ekan. Chunki Xitoy davlati hech zamonda qilgan so'zida, bergan va'dasida, tuzgan to'xtamida hech zaman rost gap qilib boqmagan ekan. Shunga Xitoy davlatining, Xitoy hukumatining har qanday so'zga ishongan bo'lmaydi ekan. Hatto Xitoy hukumatining og'zidan chiqqan pash chekitgimi ishonishga bo'lmaydi ekan. Chunki Xitoy kommunist hokimiyati Amerika hukumatini 50 yil aldab keldi. Amerika davlat bexatarlik idorasining muavin prezidenti Matt Pottinger apandimning deyishicha, Amerika davlati Xitoy hukumati bilan bo'lgan butun munosabatni jaynakka yuvitib, Tayvan bilan bo'lgan diplomatlik munosabatni aksiga keltirib, Tayvanni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga akirishgan. Endi biz Amerika davlat bexatarlik idorasining muavin prezidenti Matt Pottinger apandini qisqacha tushunib o'tsak, yosh mezgilda Xitoy davlatida 7 yil muxbirlik xizmatini qildi. Dastlabki mezgilda Reuters agentligining muxbiri bo'lib ishlabdi. Keyingi mezgilda Wall Street gazetining muxbiri bo'lib ishlabdi. Xitoy tilini xuddi o'z ona tilini so'zlagandek yaxshi so'zlay oladi ekan. Xitoy davlatida 7 yil muxbirlik qilib yurgan mezgilda Xitoy go'bo soqchilari tarafidan tayoqmi yegan ekan. Shu mezgilda Xitoy davlatiga naqadar Xitoy hokimiyatiga bo'lgan g'azabi chekidan eshib, Xitoy hokimiyatini cho'qim o'zgartirib yetish kerak deb iroda qilgan ekan. Matt Pottinger apandim 31 yoshga kirgan vaqtida Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qilish atritiga qatnashgan ekan. Uzun bo'lmay Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qilish atritining istixborot xizmatiga mas'ul bo'libdi. Hozir Amerika hukumatida ishlayotgan Mike Pompeo apandim ayni vaqtida Amerika markaziy istixborot organining bosh mas'uli bo'lib ishlagan ekan. Matt Pottinger apandi bo'lsa, Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qilish qismida 5 yil istixborot ishiga mas'ul bo'lib ishlagan ekan. Hozir Matt Pottinger apandim 50 yoshga kiribdi. Xitoy tilini shu qadar yaxshi so'zlaydi ekan. Yana bir yangi xabar bo'lsa, Amerika havo armiyasining uchquvchisiz aeroplanlarining belgilarini o'zgartirdi. Uchquvchisiz aeroplanlarining belgisini qanday o'zgartirdi deganda, u belgida Xitoy davlatining xaritining o'ttirini kesib o'tgan Amerika havo armiyasining uchquvchisiz aeroplanlarining shakli ekan. Aeroplanning ustida bir odam beshining jasad so'ngi ekan. Endi biz buningdan nimani tushunamiz degan chaqda, Amerika havo armiyasiningki strategiyalik nishoni o'zgardi degan gap. Burunqi mezgilda bo'lsa, Amerikaning uchquvchisiz aeroplanlari O'rta Sharqda harakat qilgan ekan. Endi bo'lsa, Amerika havo armiyasining uchquvchisiz aeroplan otryadlari maxsus Xitoy davlatiga hujum qilish uchun tayyorlanib yetibdi. Ya'ni aniq qilib aytganda, maxsus Xitoyga hujum qiladigan uchquvchisiz aeroplan atriti
qurilib chiqibdi. Kuzatuvchilarning deyishicha, bu uçquchisiz aeroplanlar maxsus Xitoy davlatining atroflariga yetkab kelib, maxsus Xitoy hukumat amaldorlarining kallasini oladigan planni tuzayotdi deb qaraydi ekan. Biz endi mushu yaqinqi 2 yil ichidagi urush vaziyatiga qarasak, urush strategiyasida nihoyat cho'ng o'zgarishlar bo'lib yetibdi. Endi hozir Xitoy hokimiyat beshiga chiqqan Xi Jinpingning o'ylaydigini, butun Xitoy davlatining huquqi mening qo'limda, men bilan birga ishlaydigan bir qancha Xitoy markaziy rahbarlari atrofimda, qo'l ostimda necha 100 ming Xitoy armiyasi bor. Xitoy davlatining har qaysi bulunpushqoqlari qadar qo'g'diy olayman. Hatto Xitoy davlatiga besib kirgan chet el armiyasining adabini yaxshi bera olayman degan xiyollarni surib o'tirdi ekan. Mana shunday ko'z qarashlar hozir Xitoy generallari, strategiyachilari, tashviqotchilarning tushunish ideologiyasi ekan. Endi hozirgi Amerikaning yangi strategiyasi bo'lsa, Xitoy davlatini dengiz va quruqliq va havodan butunlay qo'rshavga ilib, qamal qilib, uningdan keyin Xitoy davlati ichidagi nuqtalarga nishonliq zarba berishgan. Hamda qor tizimliq tushgan Xitoy amaldorlarining kallasini bir-birlab kesirgan. Amerika hukumatı oldi bilan Xitoy amaldorlarining kallasini ilishdan burun qonun ma'qullab, masalan, mush 1-2 yildan buyon Amerika hukumatida har turli qonunlar ma'qullanyapti. Masalan, Hong Kong qonuni, Tibet qonuni, yaqinda Uyg'urlar to'g'riliq kayni-kaynidan chiqqan 2-3 qonunlar, mushu qonunlarga xiloflik qilayotgan Xitoy amaldorlar, ismi e'lon qilinayotgan Xitoy amaldorlar, masalan, atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonininki hozirgi boshlig'i Chingchangoni ya insoniyat jinoyatchisi yoki bo'lmasa irqiy qirg'inchilik jinoyatchisi degan ism bilan sotlab, uningdan keyin uningga o'limni mahkum qilib, Eronning harbiy generali Sulaymonning jinni olgandek Chingchangoning beshida 6000 metr egizlikda turib, insoniyat jinoyatchisi Chingchangoning kallasini oladi ekan. Ya'ni bunday aytganda, bütün Xitoy amaldorlariga jinoyatni qonun bo'yicha bekitib bo'lib, uningdan keyin uçquchisiz aeroplan orqali ajilni bir-birlab oladi ekan. Masalan, sobiq Iroqning prezidenti Saddamga qanday jinoyatni bekitdi, Bin Ladenga qanday jinoyatni bekitdi, shunga o'xshash jinoyatlarni bekitib bo'lib, uningdan keyin ijro qiladi ekan. Hozir Xitoy hokimiyatiga insoniyat jinoyati bekitish yoki irqiy qirg'inchilik qilish jinoyatini bekitish masalasi ustida to'xtalib yetibdi. Bu masala bekitilib bo'lgandan keyin jazoning ijrosi boshlandi ekan. Xitoy jinoyatchi amaldorlarimi Amerika davlati bekitgan ramka ichidan qochib qutlanmaydi ekan. Amerika davlatining bundan keyin urushlari mana shunday shaklda ilib berildi ekan. Oldi bilan Xitoy davlatini butunlay qamal qilib, dengiz, quruqliq, havoda butunlay to'liq qamal qilib, uningdan keyin qonun bo'yicha bir-birlab Xitoy amaldorlarining jinoiy qilmishlaridan hisob oladi ekan. Mana shunday mezgilda urush qilamiz deb o'tirgan Xitoy armiyasining generallari bir-birlab yo'qolib ketar ekan. Mana bu Amerika armiyasining yana bir xil yangi urush taktikasi ekan. Hamda Hindiston davlatining vaziyatiga kelsak, Hindiston davlati Xitoy bilan chaqmoq tezligida 10 kun urush qilib, ko'zlagan nishonga yetmoqchi ekan. Hindiston hukumati Hindiston armiyasining 2 oylik oziq-to'ligini to'liqlab bo'pti ekan. Hamda hozirgi yangi xabarga qaraganda, Hindiston armiyasi Xitoy chegara bo'ylariga 200 ming muntazam qo'shin avatib, ham 200 ming muntazam qo'shinning 4 oylik oziq-to'ligini jiddiy o'rlashtirib yetibdi. Hindiston hukumati Hindiston Xitoy o'tirsidagi Ladakh rayoniga Rossiyadan kirgizgan ig'ir tipdagi tank armiyasi, bronik armiyasini o'tkigandan boshqa Hindiston davlati o'zi tadqiq qilib kashf qilgan Nerbay boshqarilgan bombalarni o'rlashtiribdi. Bu Nerbay boshqarilgan bombalar bo'lsa, Hindiston davlati 7 yil tadqiq va sinov qilish orqali tunji qitim Ladakh rayonlariga akilib o'rlashtiribdi. Bevosita Xitoy armiyasining Tibet rayonidagi boshqarilgan bomba bazalari va aeroplan stansiyalariga nishonliq zarba bera oladi ekan. Hindiston davlati o'zlari kashf qilgan bu Nerbay boshqarilgan bombaning uchish masofasi 1000 kilometr bo'lib, Xitoy armiyasining Tibetda vatanimiz Sharq Turkistonda o'rlashtirgan havo armiya bazalariga ajallik zarba bera oladi ekan. Bundan boshqa bu Ladakh rayoniga Rossiyadan import qilgan
har xil tipdagi boshqurilgan bombalarni o'rlashtirib bo'pti. Hindiston armiyasining aytishicha, bu boshqurilgan bomba Xitoyning radar sistemalariga tushmaydi ekan. 100 metr egizlik yoki 4000 metr egizlikda uchib ma'laydi ekan. Uchish jarayonida o'z avtomat nuqtaliq nishonlarni qarg'a oladi ekan. Bugungi qisqa xabarimiz mushagicha davomlashdi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.